Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Sakarya universitetiga qanday qilib hujjat topshirish, nimalar kerakligini aytib o'taman. Hamma mendan Instagram va Telegramda so'rashgandi, video qiling deb men bugun video qilishga qaror qildim. Birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz Google'ga kirib Sakarya universiteti boshliq deb yozamiz va undan so'ng bizga Google 10-15 tacha sayt beradi. Bizga eng asosiy kerak bo'ladigani study@saul sahifasi bo'ladi. Unga bosamiz va birinchi kirgan sahifa bo'ladi bu. Unga kirgandan so'ng reklama chiqadi. Reklama bo'lsa ma'lumot, onlayn boshliq adimlari 12 ta adim ya'ni bosqichlar bor. Birinchisiga bosamiz. Birinchisida bu kalendar chiqarib beradi. Bu qachon qabul boshlanishi va tugashi, yutganlarning e'loni, ya'ni qabul bo'lganlar e'loni, ro'yxatga olish bo'ladi. 3-4 ta qabul jarayonlari bo'ladi. Bizga eng oxirgisi kerak, ya'ni 15-oktyabr 27-oktyabrgacha bo'lganlari va bu yerda qazon yutganlarning natijasi 10-noyabrda chiqadi va qayd bo'lishi, ya'ni ro'yxatga olinish 17-noyabrdan 21-noyabrgacha bo'ladi. Mana shu davrda siz ya onlayn yoki offlayn, ya'ni kelib universitetga hujjatlaringizni topshirib, pulni to'lashlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni kontrakt summasini. Bu yerga nima deb yozib qo'yibdi? Ya'ni ikkinchi yerlashtirmada ular bahorgi semestrdan boshlashlari mumkin. Ya'ni agarda ularda B2 yoki G1 sertifikatlari bo'lsa, boshlab ketaveradi. Agar bo'lmasa ham hech qisi yo'q, turk tiliga o'rganishga yuborishadi. Bu yerda ya'ni darajasiga ko'ra turk tili o'rganib, keyingi yildan yoki 6 oyda boshlashlari mumkin. Saytning eng tepasiga chiqamiz. Bu yerda yozib qo'yibdi, linkga ustiga bosib o'zimizga akkaunt ochib olamiz. Ya'ni hujjat topshiradigan akkaunt. Bu yerlarda kerak emas bizga. Agar hisobingiz bo'lmasa, tepada register degan yozuv bor. Shu yerga bosib emailimizni yozamiz. Men hozir boshqa insonga hujjat topshirib berayotganim uchun uning emailini yozishga majburman. Parol muhim, ya'ni uni eslab qolishingiz kerak, chunki takrordan bu saytga kirasizlar, juda ko'p kirasizlar. Unga save'ni bosamiz. Kirish sahifasi geri do'nni bosamiz. Emailimizga xabar yubordi, ya'ni o'sha yerga qarasalaringiz bitta xabar bo'ladi. O'sha link bergan. Linkni ustiga bosib kirishlaringizga to'g'ri keladi. O'shandan keyin bu yerdagi sign in tugmasiga bosib asosiy sahifaga o'tasiz.